Salom barchaga, hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan dunyodagi eng katta qal'ani ziyorat qilamiz. Bu Polshada Malburg shahrida joylashgan Malburg qasri. Bugun dushanba bo'lganligi uchun biletlar tekin ekan. Hozirgina oldim. Mana bu ko'rib turgan narsalaringiz guide, ya'ni tur guide. Bu yerda xohlagan tilingizni tanlasangiz bo'lar ekan. Ingliz tili, rus tili, xohlagan tilingizni faqat o'zbek tilidan tashqari va bu yerda naushnik berar ekan. Xo'p, faktlarga asosan bu qasr 21 gektardan ortiq ekan. Bu shunchaki bir qal'a emas, balki butun bir o'rta asr mega shaharchasi. Shuni birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Bu kirish qismi. Oldin bu yerda ko'l bo'lgan ekan. Ritsarlar tomonidan qo'lbola yasalgan ko'l bo'lgan ekan. Shu qasrni barcha yog'ini o'rab turgan ekan. Bu esa kirish darvozasi. Bu gaydning aytishi bo'yicha bu yerga kirish juda ham qiyin bo'lgan ekan. Lekin hozir esa biz bemalol bu ko'prikdan o'tib keta olamiz. Ko'prikning o'ng tomoni. Mana bu ko'rib turganlaringiz kichkinagina bu uycha. Oldin o'sha o'rta asrlar davrida bu yer har xil anjomlar turadigan omborxona bo'lgan ekan. Hey, you look great. Bu qasr 3 ta qismdan iborat ekan. Hozirgina bu kirish, mana bu kirish qismi, mana chap tomonda yana bitta alohida bu qasr mega city, yana bitta kirish qismi bor ekan. Bu qasr UNESCO ga kirgan ekan, ya'ni bu nafaqat Polshaga, balki butun dunyoga juda ham muhim bo'lgan bir qadimiy joylardan biri hisoblanadi. Hozirgina tekin olgan biletimni bu yerdan ko'rsataman ekan. Menimcha mana shu bilet orqali kirgizishadi. Добре. Okej, dziękuję. Miłego dnia. Kirish. Rosnące częstoko na murach obrody są praktycznie niewidoczne, bo chronią te drewniane osłony, tak zwane kurdyjskie, a tam to takie skośne otwory. I przez te skośne otwory mogę strzelać sobie do każdego, startu będą praktycznie całkowicie bezpieczni. E'tibor bergan bo'lsalar, bu yerda odam yurish uchun joy, bu esa ot aravalarida oyoq aravalarining g'ildiraklari yuradigan joy. Esa kiraverish. Ko'rib turgan narsamiz qo'yilishining sababi, misol uchun bu qasrga hujum qilayotganlar bo'lsa, bu bekilgan i bu yoqdan ritsarlar, shu qasrni himoya qiluvchilar nayzalar orqali va keyinchalik firearmlar, ya'ni qurollar orqali otishgan. Hozirgina Googledan bu haqida ko'proq ma'lumot qidirdim. Googlening aytishi bo'yicha bu qal'a Teuton ritsarlar orqali, ya'ni nemis katolik diniy harbiy ordeni shular orqali qurilgan ekan. Ular bu qal'ani Masihning onasi Bibi Maryam sharafiga qurishgan ekan. Asosiy maqsad 1309-yilgacha dastlab Prusiyadagi bosib olingan joylarni nazorat qilish uchun qurilgan ekan. Nafaqatgina bu dunyodagi eng katta qasr, ya'ni 21 gektardan ko'proq joy egallagan qasr, balki Malburg bu dunyodagi eng katta g'ishtdan qurilgan qal'a ham hisoblanar ekan. Uning qurilishiga 30 milliondan ortiq g'isht ishlatilgan ekan. O'ylayapsizlarmi? 30 milliondan ortiq g'isht ishlatilgan ekan. Sizlarga ko'rsataman qanaqa g'isht. Xo'p, bu ko'rsatayotgan g'ishtlarim balki o'sha o'rta asrlardan qolgan, balki keyinchalik rekonstruksiya qilingan bo'lishi ham mumkin. Mana xuddi shunga o'xshagan qizil rangda ishlatilgan qasr tomlari
tomlarini ko'rsanglar, tomlari ham g'ishtga o'xshatib qurilgan, lekin o'z aslida g'isht emas, u qandaydir boshqa material. Lekin bilmayman qanaqa materialligini, to'g'risi o'zim ham bilmayman. Bo'lsa endi shunchaki himoya vositalari, ya'ni kanonlar, o'zbekchasi nima deb ataladi bilinman to'g'risi. Bu yerda mana bu yerda qandaydir porx bo'lgan va buni ichida katta temirdan yasalgan narsalar tiqilgan, ya'ni toshlar tiqilgan. Bu yerda olov yoqishgan va u porx otilib, hozirgi raketalarni, ya'ni o'q uchun mo'ljallangan raketalarni juda ham eski varianti. O'sha paytlarda 1400-yillar, 1309, 1400-yillar atroflarida endi mana shu joylardan mehmonlar kirishib, bu yerlarga chiqishib, ya'ni katta insonlar, ya'ni qayerdir shahzodalari, qirollari kelib shu yerda qolishgan. Endi esa bu o'ng tomonda ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonda ham xuddi shu vazifani bajaradigan binolar joylashgan, lekin ko'rib turgan bu kichkinagina ikkita narsa, bittasi quduq bo'lgan, ya'ni suvlar turadigan bino, kichkina binocha, ikkinchisi hammom, ya'ni bas bo'lgan va bu ikkinchi jahon urushida yana bu qasr 50% ikkinchi jahon urushida yo'q bo'lib ketgan. Keyinchalik esa 1945-yildan keyin, urush tugagandan keyin bu qal'ani boshqatdan rekonstruksiya qilishgan. Aytib o'tganimdek 50%ni noldan qaytadan qurishgan. Bu esa 3-qasrga kirish qismi ekan. 3-eng katta, eng asosiy qasr. Bu yerda bu qasrning tagi juda ham chuqur bo'lgani uchun bu yerga suv quyilmagan, ya'ni bu yerda lake, ko'l bo'lmagan. Asosiy 3-qasrga kirish juda ham qiyin bo'lgan. Bu 3-qasrga, asosiy qasrga kirish uchun ikkita juda ham zo'r qo'riqlanadigan qasrdan o'tish kerak bo'lgan. Shuning uchun bu yerga suv quyilmagan. Ritsarlar, kinolarda ko'rgan ritsarlarim mana shu yerda yashagan ekan. Qoyil qolish kerak. Bu ko'rib turgan narsamiz nima deyishlar mumkin? Katta temir koptokchalar, ya'ni temir narsa ekan. Bu asosiy maqsadi bu ko'prikni ko'tarish bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda zanjirlar bor. Mana shu zanjirlar orqali buni qandaydir tortishganmi bilmayman, lekin shuni tortishganda ko'prik ko'tarilgan ekan. Bu tomonda ham bor ekan. Demak, yo'q, faqatgina bitta ekan. Eng qizig'i bu mexanizm hozirgacha ishlaydi ekan. Hozirgacha mana shu mexanizmdan foydalanib bu ko'prikni ko'tarishar ekan. Qoyil. Hop, hozir qasrdan chiqdim. Qasrni ko'radigan joylarning hammasini ko'rib bo'ldim. Bugun muzey, qasrda ichida joylashgan muzey bekor ekan. Dushanba kuni faqatgina shu kirish joylari ochiq bo'lar ekan xolos va hafta kunlari, ya'ni seshanba, chorshanbadan tortib shanbagacha ochiq bo'lar ekan muzeylar. Muzeylari pulli. Faqatgina dushanba kuni ichkariga kirish tekin bo'lar ekan. Ichkariga kirish bileti tekin bo'lar ekan, lekin dushanbadan boshqa kunlari hattoki ichkariga kirish uchun ham bilet sotib olishingiz kerak ekan. Shunaqa do'stlar, agarda kelmoqchi bo'lsanglar, muzeylar ichidagi muzeyni ham ko'rib, ichidagi muzeydagi anjomlarni ham ko'rmoqchi bo'lsanglar, ya'ni tarixiy narsalardan ko'rmoqchi bo'lsanglar, dushanba kuni kelishni maslahat bermayman, chunki berk bo'lar ekan. Yo'q, menga faqatgina shu qasrda o'zini ko'raman, xolos deydigan bo'lsanglar, dushanba kuni kelsanglar, hamma tekin. Video ham qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Asosan bu videoni shunchaki o'zim esdalik uchun qo'ydim. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, shu men bilan birga kelib aylangandek, ko'rgandek bo'lgan bo'lsanglar, xursandman. Keyingi vlogimda yana qaygadir borishga harakat qilaman. Keyingi videolarimda, keyingi vloglarimni ko'rishguncha xayr. Menimcha keyingi safar boshqa tarixiy joyda, Polshaning tarixiy joyiga sayohat qilishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar.